Bilim, insanların dünyanı biliş, kainatning sirlarini echish, shundaqla ibtidoiylikdan zamonaviylikka qarab taraqqiy qilish yo'liga boshlaydi. Islom dini barliq insonlarni ayol deb ayirmasdan har vaqt o'rganishga tashabbus qilib kelmoqda. İnsan bu dünyaya kelganidan tartib taki hayotining oxiriga qadar atrofidagi shaylarning va hayotida yuz berayotgan barliq hodisalarning mohiyatini tushunishga urinib yashaydi. Gerçi inson hayotida ko'rgan, anglaganning hammasini bilim deb ketgili bo'lmasa-mu, odamning bilimi kundalik turmushida narsalarni ko'rish va anglash jarayonida jo'g'lanadi. Bilim insonlarning dunyoni bilish, koinotning sirlarini echish, shundaqla ibtidoiylikdan zamonaviylikka qarab taraqqiy qilish yo'liga boshlaydi. Chunki bilim insonlarni ilmiy qarash va ilmiy harakatga ega qilguvchi angushlardir. Mana bu qimmatli angushlarni hayotimizning butkul musofasida o'zimizga hamroh qilib, hayotimizning har bir bosqichiga singdirib kirishimiz uchun ulug' Alloh taolo insonlarni o'rganishga tashabbus qilib mundaq deydi: Iqro bismi robbikallazi xalaq xalaqal insana min alaq iqro va robbukal akram الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Yaratgan Parvardigarыңның ismi bilan o'qig'in. U insonni laxta qondan yaratdi. O'qig'in, Parvardigarың eng karamlikdir. U qalam bilan yozishni o'rgatdi. İnsonga bilmagan narsalarni bildirdi. Bu oyatdan shuni ko'rib olishga bo'ladiki, islom dini barliq insonlarni ayol deb ayirmasdan har vaqt o'rganishga tashabbus qilib kelmoqda. Jumladan islom dini ayollarning oilada, jamiyatda, shundaqla butkul qavmida o'ynaydigan rolining alohidaligini ko'zda tutib, ayollarning aqida ixlosdan adab axloqgacha, farzandlarini bag'riga bosib mehr yetkazishdan ayollik xulqigacha, muhabbat buluqi bo'lgan oilasidan qulum qo'shni tuqqandarchilikgacha, iymon aytishdan ilm tahsil qilishgacha bo'lgan orliqdagi haqiqiy bir musulmonning yetildirishi zarur bo'lgan xislatlarni, amal qilish vojib bo'lgan prinsip va qoida nizomlarni o'ttirg'a qo'yib, jamiyatdagi ayollar rolini texmi nurlantirishga chaqirmoqda. Chunki ilm tahsil qilish va ilm orqali o'zining safosini o'stirish, ilmini ayollik va onalik rolini yuksak mas'uliyatchanlik bilan ado qilishdagi harakatlantiruvchi kuch deb qarash ayollarning musulmonlik salohiyatini voyaga yetkazishdagi nijotlik yo'lidir. Hammalarga ma'lum bo'lgandek, islom dini din bilan fanni teng o'rganishga ahamiyat beradigan din bo'lib, bu haqda payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: ilm ikki xil bo'ladi. Biri qalbdagi ilm, o paydalı ilim. Yani biri tildeki ilim. O Allah Taala'nın Adem avlatları üstüdeki hüccetidir. Dini ilim musulmonlarning dilini yuritquchi nurluq mash'al bo'lsa, fanni ilim ana shu yo'l ko'rsatguchi nurluq mash'alning nuri ostida musulmonlarning tafakkurini texmi cho'nqurlashtirib, ish harakatini texmi yuqori unumga ega qilish bilan birga musulmonlar jamiyatini taraqqiyot yo'liga boshlaydigan muhim bir vositadir. Afsus, hozirgi jamiyatimizda ba'zi erlar ayollarning bilimlik bo'lishini ancha xalab ketmaydi. Ular ayollar qanchaki nodon, bilimsiz bo'lsa, boshqurmoq shuncha oson bo'ladi. Ayol haq bak bilimlik bo'lib ketsa, er boshqura olmay qoladi deb qaraydi. Bundaq erlar qiz ayollarining ilm egilash, safoliq odam bo'lish orzusiga quloq solmaydi va ularning bundaq huquqi ham yo'q deb qaraydi. Undaq erlarning nazarida uydagi ayol uchun o'rganishning, kitob o'qishning hech qanday hojati yo'q. Halbuki bundaq erlar ayollarning bilimsiz, nodon bo'lishining butkul oilasi bo'libmi avlod tarbiyasining eng cho'ng dushmani ekanligini bilmasi kerak. Echinishliqi shuki, atalmish ilm tahsil qilish yo'lida haqning yurtida musofir bo'lib yashayotgan Uyg'ur xalqimizning bir qism erlari kelgusidagi mustaqilligimiz, shundaqla diniy va milliy taraqqiyotimizning umid yulduzi bo'lgan avlodlarimizning yaramliq avlodlardan bo'lib yetilishining injeneri bo'lgan qiz ayollarning ma'arifiga ko'ngil bo'lmasdan, balki qalbiga nurg'unlagan arzu umidlarni püküp, qadrdan ata-onasidan, mehri issiq yurtidan ayrilib, yaqi yurtlarda igi chaqsiz yolg'iz yashashning badiliga ilm elish uchun atlangan beg'ubar qizlarimizning qalbidagi iymonining taqazzosi, payg'ambar alayhissalomning sunnati, shundaqla
ata-bobomizdan bizga udum kelgan oiladan iborat bu muqaddas mirosga sahip chiqish istiki va egallagan bilimlari bilan dinimiz va millatimizning gullanishining tunji halqasi bo'lgan oila qurish uchun to'lagan badallarini suiiste'mol qilmoqda. Natijada ularning qalbida cho'nqur o'rnab ketgan iymoniy va milliy so'ygisining kuchi bilan jasoratlanib, oila qurish uchun olgan bu qadamlari ularning bu go'zal g'oyasi uchun xizmat qiladigan bir qadam bo'lmasdan, balki to'ydan keyin albatta o'qiysiz, siz xotirjam bo'ling deb berilgan dabdabalik va'dalarning qurboni bo'lib ketmoqda. Albatta, ayollarning ilm elishi faqatla erlarning qo'llab-quvvatlab berishiga qarashliq bo'lmasdan, balki ayol kishining kundalik turmushida uchrayotgan besimlari, tugumas uy ishlari bahonasi, xilma-xil moda qo'llashish havasining asiri bo'lmasdan, hayotining ulug'vor g'oyasi va isloh qilingan jamiyatning tunji halqasi bo'lgan oilasining parlaq kelgusi uchun qalbiga pukkan g'oyalarini unutmasdan, bu o'tkinchi jafo mushaqqatlarda bel qo'yvatmay olg'a ilgirlashiga ham bog'liq. Hammalarga ma'lum, iste'mol saviyasi kundan kunga eshib, turmush besimi barg'an sari eg'irlashib ketayotgan bugünkidek sharoitda qiz ayollarning, bo'libmi onalarning o'qishini davomlashtira olishi texmi ko'p to'salg'ularga uchrayotdi. Ba'zi bir qism qiz ayollarning o'qishini davomlashtirishiga ana shundaq eg'ir turmush besimi va mutaassib erlar to'salg'u bo'lsa, yana bir qism hamshirlarimizning o'qishini davomlashtirmasligining eng cho'ng sababi dal o'zlarining hurunligi, kichikgina jafo mushaqqatga bardoshlik berolmay, arzimas bahona sabablar tufayli qalbiga pukkan arzu armonlarini bir chetga qayirib qo'yishi va yiroqni ko'rolmasligi tufaylidan yerim qolmoqda. Balkim ba'zi bir qism kishilarimiz bunchalar ko'p to'salg'ular va bosh ko'tarib bulanmoqdek turmush besimlari ostida qiz ayollarining o'qishini davomlashtirishga bunchalar ahamiyat berib ketishning nima hojati? Ham hozirgidek turmush ritmi tezlashib, kichikgina bir oilaning ehtiyojlarini qamdashmi tasqi to'xtayotgan bir mezgilda bu qandoq mumkin bo'lsin deyish mumkin. Amaliyotda iste'mol saviyasining kunsiri eshiga agishib, turmush besimi ham kundan kunga eg'irlashayotgan bugungi kunda fan texnik taraqqiyotimi kundan kunga olg'a ilgirlab, nurg'unlagan zo'rliqlarga qulaylik yaratib kelyapti. Buning tipik misollaridan biri ilm fan taraqqiyotining kunsiri olg'a ilgirlashi bilan yuz turani o'qish imkoniyati bo'lmaganlar uchun yo'lga qo'yilgan yiroqdan o'qitish programmalari, shundaqla iqtisodiy besimi tufayli ilm madaniyatidan yiroqlashib ketmasligi uchun tuzilgan haqsiz dars programmalari, ilm elishga herisman o'quvchilarning o'qishini davomlashtira olishi uchun nurg'unlagan imtiyozlarni sunyapti. Mana shundaq imtiyozlar sunilayotgan bugungi kunda ham bilimsiz qilish va yoki nurg'unlagan yo'qotishlar badaliga erishgan o'qish fursatini turmush besimlariga o'xshash sabablar tufayli yo'qotib qo'yishning o'zi bizlar uchun intayin cho'ng bir yo'qotish bo'lib qolmasdan, kelgusimiz duch kelayotgan g'oyat zo'r bir tahdid hisoblanadi. Amaliyotda ayollarning ilmga ishtiyoq bog'lishi, ilm ahlilari bilan ham suhbatda bo'lishi bir qism erlar o'ylayotgandek qandaqdir itoatsizlik va beshamlikka boshlaydigan vosita va yoki bir oila ayoliga nisbatan ortiqcha ish bo'lmasdan, balki ayollarning oilasi va mas'uliyati haqida to'g'ri qarashlarga ega bo'lishi va oilasini texmi gullantirishining turtkisidir. Chunki ilmlik ayol butkul vujudi bilan farzandlarining tarbiyasiga ko'ngil bo'lish bilan birga ilm egallashning naqadar muhim ekanligi haqida bolalariga astin chiqmog'idek qimmatli nasihatlarni beradi. İlimsiz ayol bo'lsa, garchi bolasini maktabga avatishni unutmagan bo'lsa-mu, bolasining qalbida ilmga bo'lgan so'ygu urug'ini bixlandira olishi natayin. Demak, ona tarbiyasi bir oila va bir millat uchun intayin muhim rol o'ynaydigan bo'lib, tarixdan buyon qiz ayollarning safosiga ahamiyat bergan xalqlar ilm fanning katta natijalarini vujudga chiqarsa, qiz ayollarning safosiga ahamiyat bermagan va huquq majburiyatlarini unutib, ularga qanchaki tuvan muomala qilgan xalqning hali xarablik ichida o'tmoqda. Chunki ilm ayollarning ayollik engini kuchlantiruvchi quvvat uzuqligidir. Albatta, nodon ayol bilan ilm tahsil qilgan ayolning har ikkilisida ayollik engi bo'ladi.
Lekin bu ikkisining ayollik eğinin güçlük acizlik derecesi, dünya qarşı ve qimmat qarashlarining o'xshamaslığı oilada yuz berayotgan har xil masalalarga qarata tutgan pozitsiyasida nurg'un jihatlarda farqlidir. Ayollar ilm bilan qurollanganida ularning fikr qilishi cho'nqurlashib, o'zining va oila a'zolarining bo'libmi bolalarning kelgusi hayotlik yo'li xaritasini sizish ustida izlanadigan jo'risi va bolalarining ideyasi va harakatida yuz berayotgan noto'g'ri qarash va qilmishlarni tizdan hisob qilib, uningga yetakchilik qila oladigan iqtidor yetiladi. Shuning uchun barliqini oilasining xo'shalligi va farzandlarining parlaq kelgusi uchun atayotgan aziz qarindoshlarim, ana shu farzandlaringizning diniy va millati uchun yaramli odam bo'lib chiqishi uchun uning tarbiyachisining safoliq bir ona bo'lib yetishib chiqishiga ahamiyat bering. Shundaqla siz ey aziz hamshiram, nurg'unlagan go'zal arzular bilan qurgan bu oilangizning baxti va nurg'unlagan arzu armonlaringiz badaliga erishgan onalik sharafingizning mevasi bo'lgan avlodlaringizning qalbiga, vujudingizga singib ketgan din, millat, ilim fan söygüsünün uruqlarını çeçip, adab axloqning xushpuroq hidi keladigan odamiylik bo'stoniga aylantirishga tirishing. Oxirida xulos qilib aytadiganimiz shuki, ayollar ichida ilmliklar ko'paysa, ana shu ayollar yashayotgan joyda ham ilmlik erlar va farzandlar ko'payadi. Butkul qavmda ilm elish qizg'inligi yuqori ko'tarilsa, millatning saposi yuqori ko'tarildi. Tarbiyachining saposi millatning saposini belgilaydi. Şuna ayollarning sapasını östürüşke ahamiyat beraylik. Kelgüsünün analari bo'lgan qizlarni tarbiyalashga, ularni ilmli qilishga ko'proq kuch chiqaraylik. Qizlarimizga bugun ajr qilsak, ular ati millat va vatan uchun ajr qiladi.